Mana hozir yosh boshlandi. Hozir qoq obed. Termometrni tashqariga olib chiqib qo'ydim. Salqin joyga qo'ysam, salqin joyda 38 gradus ko'rsatib turibdi. Lekin xonamda harorati esa mana ko'rasizlar 25 xonamda harorati 25 salqin. Bu xonamda misol keltirish uchun bu xonamda konditsioner yo'q. Konditsioner qo'ymaganman. Sizlarga misol keltirish uchun katta xonamni tanladim, ya'ni oltiga tur katta xonamni tanladim. Namlik esa 60 degan namlikni ko'rsatib turibdi. Inson uchun avvalo 24-25 gradus bu komfort, ya'ni qulay hisoblanadi. Men endi bu chiqishimda albatta usullarni o'rgataman va bezizga bu gullarni qo'ymadim, o'simliklarni qo'ymadim. Xonani iqlimiga, klimatiga qanchalik ta'siri bor gullarni. Nima foydasi bor shular haqida albatta video oxirida gapirib o'taman. Albatta videoni oxirigacha ko'ring, manfaatli bo'ladi. Avvalo nima qilish kerak? Xonani sovuq asrash uchun nimalar qilishimiz kerak? Men sizga 2-3 ta misollar keltiraman. Avvalo quyosh to'g'ridan-to'g'ri tushishini bekitishimiz kerak, cheklashimiz kerak. Mana ko'p joyda derazadan to'g'ridan-to'g'ri xonamizga quyosh tushadi. Bu eng yomon holat. Juda ham xonani qizdirib yuboradi. Demak, siz agar shunday holat bo'lyaptimi, u yerga oq pardalar, qalin oq pardalar qo'yilishi kerak. Oq narsani bilasiz, quloqingizga chalingan oq narsa 90% gacha issiqlikni o'zidan qaytaradi. 90% gacha. Agar sizda rangli parda bo'ladigan bo'lsa, rangli parda o'ziga issiqlikni oladi, yig'adi, sizga kechqurun beradi. Siz uchun noqulaylik tug'diradi. Shuning uchun oq pardalardan foydalangan yaxshi. Ikkinchi masala, quyoshni to'suvchi, ya'ni social защита deymiz. Quyoshni to'suvchi plyonkali oynaga yopishtiriladigan uni qo'yishingiz mumkin yo'llari bor. Xullas, quyosh tushmasligini birinchi o'rinda ta'minlashimiz kerak, bekitish kerak. Keyin kunduzi kamroq ochilishi kerak xonalar. Mayli ochib kirsangiz mayli, lekin ochib qo'ymaslik kerak. Deylik, romni, eshikni doim ochib qo'ymaslik kerak, doim bekitirish kerak. Kirib chiqsiz mayli. Lekin tunda soat masalan deylik 9-10 dan keyin ochib qo'yish kerak, havo aylanishi kerak, ochib qo'yish kerak. Tunda baribir sovuq. Bu birinchi element. Va ikkinchisi, o'sha xonaga albatta chelakda paqirda suv akirib qo'yilishlik. Bu juda katta ham foydasi bor. Chelakda bir burchakda, bu burchakda yoki ikkita burchakda suv akirib qo'ysangiz, xonani namligini bu nazorat qiladi. Ya'ni namlik yaxshi bo'ladi. Namlik bor joyda bog'lanish bor. Bog'lanish bor joyda sovish bor. Shunday ekan albatta paqirda suv. Keyingi paytda mana hamma uyda xonadonlik oddiy muzdan foydalanish, ya'ni muz bakrashga tayyorlash. O'sha deylik suvga paqirga muz solib qo'ysangiz, u chiqarib o'zidan sovuq chiqarayotadi. O'zidan sovuq chiqaradi. Bu oddiy hamma biladigan narsalardan. Lekin keyin bitta eng bir anaqasi aytaman. Oddiy muz bakrashkadagi muz deylik 1 soatda eriydigan bo'lsa, ichiga ozgina yarim qoshiq, bitta bakrashkaga yarim qoshiq siz tuz sovorsangiz, bu 10 soatda unaqa qiladi. Bu fizik jarayon, endi bu fizika, ya'ni tuz bu 1 soat bo'layotgan bo'lsa 10 soatgacha buni erimay turib beradi. Keyin kuzatgansiz ventilyatorga oldiga yoki bo'lmasa ventilyator orqasiga, bu ham yaxshi anaqalardan biri, yo'llardan biri. To'g'ridan-to'g'ri xonangizni sovutadi. Ya'ni ventilyator oldiga bitta bakrashkani qo'yib qo'ysangiz, bu to'g'ridan-to'g'ri xonangizni sovutib tashlaydi. Men sizga ishontirib ayta olamanki, kerak bo'lsa o'zingiz xohlasangiz, o'zingiz istasangiz 20 gradusga tushirish mumkin. Konditsionersiz tushirish mumkin. Mana yana bitta narsani gapirib o'taman, bu unaqada konditsionerning ziyoni juda ham ko'p. O'tgan safar chiqishimda birida konditsionerning ziyonlari haqida juda ham ko'p gapirganman. Bu oddiy shamollash emas, bu jiddiy kasalliklarga olib keladi. Ya'ni juda ham yaqinda bir qulog'imga chalindi, aynan konditsioner orqasidan nobud bo'layotgan odamlarni kuzatyapman. Aslida konditsionerning ziyoni yo'q. Bizda bitta xatoyimiz, qaysi bir betoviy texnika bo'lsa ham o'shandan noto'g'ri foydalanishimiz. Foydalanishni bilmasligimizdan kelib chiqyapti. Demak, konditsionerda ham noto'g'ri foydalanishimiz bu jiddiy kasalliklarga olib keladi. Bu ziyon. Endi limitda xabaringiz bor. Ya'ni limit qo'yilgan 200 kilovat. 200 kilovat bu konditsioner esa u 200 kilovatga qaramaydi. Tokda yozi kunda ko'p iste'mol qiladi. Shunday ekan, men sizga bu anaqa juda ham kerakli narsa. Ya'ni bu albatta xonani unaqa qilish mumkin, sovutish mumkin. Xolos aytsam 20 gradusga tushirish mumkin. Doim suv turish spalnida. Keyin gullarning o'rni, o'simliklarning o'rni. Men bu gullarni o'zim parvarish qilaman. Hattoki endi aytib ketaman. Hattoki suviga, o'g'itiga o'zim qarayman. Begona odam qilmayman. O'zim vaqtida, o'zim orqasida o'zim qarayman bunga. O'zimda hobbim desam bo'ladi. Ya'ni har bir insonda hobbisi bo'lsa agar, bunga vaqt topa oladi. Shunday ekan, o'simliklarni ko'paytirish kerak. Mana keyingi paytda ko'rsatyapman, o'simliklar xonada yo'q. Tashqarida ham yo'q, xonadan kiraman, o'simlik yo'q. Inson uchun eng yaxshi do'st bu albatta o'simliklar. Bu
xonadan biz bilan kislorod yutib, biz karbat angit zaharli modda chiqargan paytimizda chiqaramizda, bu o'sha karbat angitni olib bizga yana kislorod qilib chiqarib beradi. Inson uchun eng qulay narsa albatta kislorod kerak. Yuragimiz sog'lom ishlash uchun, sog'lom bo'lish uchun albatta kislorod kerak. O'tgan safar chiqishlarimda bu haqida juda ham ko'p gapirdim. Inson uchun kislorod, yorug'lik va issiqlik kerak. Demak, gullar nima vazifasi? Bu namlik, bug'lanadi. Qayerda bug'lanish bormi? U yerda sovish paydo bo'ladi. Nima uchun suv olib qo'ying deyapman. Suv olib qo'ygan paytingizda u bug'lanadi. Bug'langan paytda o'zi sovuq suv, bug'langan paytda beixtiyor issiqlikni yutadi o'ziga va u yerda sovuqlik paydo bo'ladi. Shunday ekan men tavsiya qilamanki, albatta yotoqxonangizmi, spalningiz bir katta o'ziga yaxshi kislorod o'rnatilgan o'simlik qo'yilishi kerak. Bu namlikda hamma tomonlama foydasi bor. Doim gullarga purkab turish, ya'ni purkagich orqali nam suv haydab turish kerak. Sababi nafaqat quruqlik, inson masalan xonaning quruqligi nafaqat insonga, gullarga ham ta'sir qiladi. Shunday ekan havo namligi ham juda ham muhim. Purkab turish kerak, bu yerda bog'laydi. Keyin yana bir variant, yana anaqa bor. Nam lattalar olib kirish. Mana do'konni marlini ho'llab ventilatorni oldiga qo'yish yoki nam sochiqni bir joyga ilib qo'yish. Bu to'g'ridan to'g'ri xonani sovutadi. Yoki mesela oddiy marlini olib bitta suvga tiqib, bitta siqib 2 minutga xonadonlikka qo'ysangizda ventilatorni oldiga qo'yasiz. Xonangizda aytaman, yana aytaman, 20 gradusga tushib qo'yasiz. Inson istasa bo'ldi. Inson istasa qila oladi. Shunday ekan men tavsiya qilamanki, konditsionersiz sovutish mumkin. Qiziqsangiz ijtimoiy tarmoqda, internetda, Google'da juda ham ko'p buni yo'llari, qadimiy uslublari bor. Men sizga ko'payib ketadi. Qadimiy o'zining uslublari bor. Bu o'nlab sanab berishim mumkin, lekin o'zingiz qidirib topsangiz, qiziqsangiz bo'ladi. Qisqagina videoyim manfaatli bo'lgan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like va podpiska bosing. Shunday chiqishlar bilan chiqib turaman. O'zingizga ehtiyot qiling, yaqinlarda asrang. Rahmat.